dengizni qanaqadir quturgan paytiga to'g'ri kelib qoldikmi deyman-da. Dahshat. Biz hozir kazinodamiz. Kazino o'ynashga kirganimiz yo'q. Kazino haqida bitta ma'lumot berib o'tib ketaman. Mana shu hozir o'ynayotganlar bor-ku, faqat dengizdagina o'yna oladi. Lekin qaysidir shaharga borib kirib boradigan bo'lsa, o'sha shahar egalari kazino ishlash mumkin emas. Sirazi bularga anaqa blok qo'yadi. Chunki kazinoga berilib, bular shu yerda qolib ketishi mumkin-da. Hozir chiqolma. Bu yerda qolib ketish mumkin, shaharga kirmasligi mumkin. Shaharga kirmasa pul ishlatmaydi. Tushundinglar? Shaharga kirib pul ishlatishi uchun ko'p kemalar albatta shunaqa nima deydi, kazinosini to'xtatib qo'yar ekan, o'sha shahar talabiga ko'ra. Lekin hamma shaharlar o'sha talab qo'yar ekan. Kema to'xtashi bilan kazinoda ishlatmaysan. Yo'q, o'ynamayapman. O'ynamayman. Buni oxiri voy. Siz o'ynaganmisiz, to'g'risini ayting. O'ynaganman. O'ynamaganman deb o'ylang aka. Aldab qo'yavering aka.